Qur'on oyatlari bizga yo'l ko'rsatishligi uchun birinchisi g'aybga ishonishimiz kerak. G'ayb nima? G'ayb bu insonni ko'zi ko'rmaydigan narsalar. Farishtalar, mana iymonning shartlarini aytaylik. Amantu billahi va malaikatihi, kutubihi, rusulihi val yawmil akhir. Sharih minallohi ta'ala val xo'p. Mana 7 ta sharti bor. Shu 7 tasiga mukammal inson qalbi bilan iymon keltirib olgan bo'lsa, bu nima bu? Iymonli mo'min deyiladi. Xo'p, qarab turinglar. Shuni madalaymiz. Allohga iymon keltirdik. Shundaymi? Hech kimda shak-shubha yo'q. Ko'rmagan narsasiga ishonishlik bu mo'minlikning belgisi, insonlikning belgisi. Bir shunaqa bir tuzumda yashab ko'rdik. Otalar. O'qituvchi maktabda ruchkani ko'rsatib aytayapti. Bolalar deyapti. Ruchkani ko'ryapsizlarmi? Ko'ryapmiz. Ruchka bor. Doskani ko'ryapsizlarmi? Doska bor. Melni ko'ryapsizlarmi? Bor. Allohni ko'ryapsizlarmi? Bir paytlar islomga shu bir dushmanlik bo'lganki, musulmonning og'ziga shunday svarka qilib olib turib yomonlavergan. Deyishlikka hol berilmagan. O'zini himoya qilishlikka oyoq-qo'lini bog'lab qo'yib turib operatsiya qilib qo'ygan. O'shunda Alloh taolo bir insonni bir bolachani qalbiga shu solgan ekanki, bo'lgan ish ekan. Turgan ekanda bolalar ruchkani ko'ryapsizlarmi degan ekan bola. Ha, ruchka bor. Doskani